alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, dinmisizlar, sizlar bilan Nazim Legenda PUBG kanali. Okalar, bugun sizlar bilan yangi qaytgan Amirni Open Case qilish nasib qilgan ekan. Bugun Open Case qilamiz. 2700 yushiga. Okalar, obuna bo'lib qo'yinglar, shu videoga like bosinglar. Ana yaqinda Hadokset qaytishi munosabati bilan obunachilarga konkurs e'lon qilaman va Hadoksetdan full olib berishni va'da qilaman okalar. Uchun menga obuna bo'lishinglar kerak. Shu videoga like bosib, tezroq 50 ta qilaylik. Hadokset qaytganda Pencase 30 yuzga omadimizni sinab ko'ramiz. Bam etib shuni kelasiga berdi. Okalar, obuna bo'linglar, Hadokset qaytishi munosabati bilan deb. Oy mana gaplar nima bo'lishi bitta ayiqchasi degan katta monetkamizdan bitta berdi. Oy 50 kali populyarni bunaqa omadli Open Case kimda ko'rgansizlar? Azizlar deganda PUBG ga obuna bo'ling, tezda obuna bo'ling. Konkurs halol ko'rdinglar, konkurs halolligi munosabati bilan mana bizga narsalarni tushirib beryapti. Men tushunmayman unaqa bangalarni ochib tashlaganmiz o'kalar. Propozit bilan bitta ko'ramiz, avval. Bam. Mayli, bu safar tushmadi. Endi keyingi safar olishga harakat qilamiz. Amirda hali ketishiga bor shekilli-yu. Yana bilmayman. Qarang, Amir ushlagan ekan. Olamiz eplab. Harakat qilsak olamiz. Nechta ketar ekan? 26-kunga ketar ekan. Ungacha olamiz. Xudo xolisa Amirni. Men niyat qilganman shu Amirni olishga, lekin hozir 50% chegirmani skidga mana uni orqa fonni bezinimga olishim kerak. Chunki menga fon kerak, orqa fon hozir bo'lmaydi. Baribir boshqa kun Open Case qilib shuni tushiraman okalar, lekin omadli Open Case ko'rdinglar, like bosib qo'yinglar okalar, like bosinglar. Bosing. Tushib turaman, bosing. Davay. Rahmat hammaga. Sizlar bilan Nazim Legenda PUBG kanali bo'ldi. Obuna bo'linglar, 50 ta qilaylik obunachim okalar.